Ushbu video doim test qilib noto'g'ri bajaradigan ayollarga bag'ishlangan. Demak, homiladorlik testini qachon qilamiz? Hayz keladigan kundan 1-2 kun o'tgandan keyin hayz kelmasa qilamiz. Demak, testni sotib olganimizdan keyin ertalabki siydikka ushbu testni maksimal yoki qizil chizig'igacha botiramiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sekund ushlab turib, ushbu testimizni yotqizib qo'yamiz. Bu testni 5 minut davomida natijasini kutamiz. Xo'p, endi 5 minut davomida agarda testda ikkita chiziq chiqadigan bo'lsa, demak siz homiladorsiz degani. Ko'pchilik noto'g'ri test bizga tashashadi. Masalan, testda ko'rganida bitta chiziq chiqsa, demak men homilador ekanman deb o'ylashadi. Unaqa emas. Bu bitta tepadagi qizil chiziq bu testda to'g'ri ishlayotganligini kontrol chiziq hisoblanadi. Bu chiziq yonida, pastida ya'ni yana bitta chiziq chiqadigan bo'lsa va bu chiziq to'q qizil shu chiziqqa mos ravishda chiqadigan bo'lsa, demak sizda homiladorlik degani. Ko'pchilik ayollar qiladigan xatolari, demak bu test ko'radida 2-3 minut kutadi, qarasa-yu ketadi. Keyin yarim soatmi, 1 soatmi yoki qanchadir vaqt o'tgandan keyin kelib qarasa, shu chiziqning yonida xira chiziq qoladi. Keyin aytadiki, "Voy, men testni noto'g'ri chiqdi deb o'ylabman." Keyin qarasam,